Prezident vakili bo'lgandan keyin ishlash kerak-ku, prezident vakiliga loyiq bo'lib ishlash kerak-ku odam. Bitta uskatda o'tkaza olmayapti tadbirkor. Hammasi ham solarga men solar. Hozir misol uchun murojaatchi borsa palonchini chaqiradi-da, bor shug'ullan, bo'ldi ketdi. Mana bilaman unaqa hokim bo'ldi. Ben ko'rib yuribman ko'p hokimlarni mana shu murojaatlarni hal qiladigan yo to'y qabul kuni qiladi. O'tiradi, kiradi aytdi odam, qaysi yo'nalish? Mahallanikimi? Mahalla raisini chaqir. Ikkovini uchrashtiradi, bor. Bu yoqqa kiradi kadastr masalasi. Ikkovini uchrashtiradi, bor. Vodoprovod masalasi. Ikkovini uchrashtiradi, bor. Mana unaqa qilib. Siz hokimsiz-ku. Bir qanday qilib bu yechimini topamiz? Mana shu masalani deb nimaga ustiga tushmaysiz? Nimaga o'sha qabulingizda alohida bitta odamni o'tkazib qo'yib, mana shu kamchiliklarning ro'yxatini olib, keyin bu plan ustronini nedostatkib qilib, o'shani ro'yxat hammasini so'roqlarini belgilab, kontrolga tiqib, nazorat burchagiga mana bu masala nima bo'ldi, mana bu masala nima bo'ldi, ertalab kechqurun so'ramaysiz masalani. Qachon qarasa bitta masala, ana shu juma kunlari qarasang bir xil shaxslar. Asosan bir xil. Bitta ikkita yangilanib qolmasa, hammasi o'sha odamlar. Bu juma kelgani ham shu, bu keyingi juma kelgani ham shu yuraveradi, sudralish. 10 yillar yuradi. 20 yillar yuradi kerak bo'lsa. Bitta o'tirib davlat o'zini ko'rsatib, men sizlarga nima desam, e'tirozim nimada? Funksiyani bajarish kerak-da. Бездействие власти deb jinoyat kodeksiga kiritib qo'yibdi. Bu 10 yillar yurolmaslik kerak-da fuqarolar. Lavozimga o'tirgandan keyin bajarish kerak yoki bo'lmasa bo'shatib ketish kerak. Hurmatli tuman hokimi, shu tumanda o'tiribsiz. Bir tadbirkorni chaqirib, uni chaqirib, bir o'rtasida o'tirib, bir mutaxassislarni chaqirib, bir ozgina vaqt ajrating, baraka topib ko'r. Xalq sizga ishonib, tumanimiz hokimi deb o'tiribdi-ku. Ki shug'ullanmaysizmi bunaqa? Ulardagi tegishli tashkilotlar, kadastr palatasi, kadastr agentligi, prokuratura, hokimlik va hokazo. Mana shu nodavlat notijorat tashkiloti, mana tadbirkor ishtirokida bu narsani oxirgi zarbani berib, bu yer buniki, bu yer buniki, mana bu yerga to'lab o'tiribsan deb konkretli bertirib uradigan mard rahbar kerak-da, mard. Berunida bormikan shunaqa? Shu orqali ustma tushmagan degan xatlar bor. Endi oqshom kuni ustma tushgan debdir. Bu ustma tushishi men mutaxassis emasman, arxitektor emasman, boshqa emasman, lekin oddiy fuqaro uchun ham bu qiziq savol bo'ladi-da bu. Misol uchun qarang, oliy ma'lumotli mutaxassis qanday qilib ikki hujjatni ustma tushish mumkin? Unda asossiz to'sqinlik qilarlar-da bular. Eng og'irida mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organlar ko'rib, bilib turib jimjitda. Buni bir tomonga yechib berish kerak-da. Yechib berish kerak-da. Nima uchun davlat? Bo'lmasa samasut qilib bir-birini haligi avtomatlar bilan borib bir-biriga yoki miltiq pichoqda borib turib, shunaqa qilib razbor bo'lib hal bo'ladimi bo'lsa? Davlat roli qani bu yerda? Misol ikkala tomon yerning ustida ustma-ust tushyapti deydi. Ustma-ust. Menda shunaqa yo'qda bo'lardi. Bu qabriston kengaysa ertaga sizni yeringizga daxl qiladimi? Shunday zarurati bormi? 4-5 kilometr bo'lsa u boshqa joyda ekanda u. Boshqa joy. U bilmadim u ziyoratgoh nima sababdan to'sqinlik qildi? Qabriston kengaysa ham bormaydi baribir. Yashikga turaversin deb turibsiz. Yo'q ularga sizga og'iri yo'q yashikni. Ularni to'sqinlik qilishini sababini ham tushunmay qoldik. Shuna 9 gektar kadastr. Yo'q, murojaat tog'ini atrofini qaytadan qo'shganda nariga pasportga. Ikkita joyda u yer. Lekin pasport bitta. Tushunyapsizmi? Pasport bitta, yer ikkita joyda.
Menajatdan bu narsani endi shu narsa ko'rinib qoladi yerda. Turistlar keladi bu yerga. Shu vaqtda sirtdan odamlar kelsa, bularning urug'lari ko'rinib qoladi. Yashik qattandan pul qo'yib, pul ishlaydi-da, yashik yovib qo'yibdi. U yerimiz hozir hisobsiz pulda. Shuning uchun men turist yaklaman, u yerga qarularni quraman. Ya'ni siz yashikni ol degan gap aytmadingiz. Yo'q, aytmadim. Sizga uni og'ir yengili yo'q. Yashik turadimi, oladimi, uni kim, qanday maqsadda foydalanadi sizga qiziqi yo'q. Yo'q, qiziq. Siz ishingiz boshqa. Qarasang shu olib qochaveradi o'zi, olib qochaveradi. Konkretni chiqib, misol uchun matbuot anjumani qilman shu masala bo'yicha hamma jurnalist blogerlar borsin. Chiqib turib hamma oldida gapirchi. Mana u sabab deb gapir. Nimaga qochasan? Kamera olmasa qochib ketadi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Hokimlik chiqsin, o'sha masalaga chiqsin, prokuror chiqsin, gapirsin uni. Tadbirkor o'tirsin, tadbirkorlar o'tirsin, blogerlar o'tirsin, jurnalistlar o'tirsin. Gapirsin uni konkretni. Butun xalq bilsin nima bo'layotganini. Tadbirkor sarson. Endi bu yerda tumanda janob hokim bor. Tuman prokurori bor. Umuman sud bor. Davlat bor-da. Davlatning funksiyasi nima bu yerda? Tadbirkor bilan o'sha nodavlat notijorat tashkiloti Sulton Uvays bobo ziyoratgohidagi tashkilot, nodavlat notijorat tashkiloti, to'g'rimi? To'g'ri. Bu tadbirkor shularning o'rtasidagi nizoni, tortishuvni bir kun emas, 1 yil emas, 5 yil emas, 10 yil emas, undan ham oshyapti. Nimaga u davlat tizimi o'zini funksiyasini mana shu yerda chiqib bajara olmaydiki, ikkita nimaga tomonga seni yering mana deb ko'rsata olmaydi. Umuman hududda o'sha Sulton Uvays bobodagi diniy xodimlar keladi-da, meni yerim deydi. Vaholanki hujjati mutlaqo yo'q ularni, mutlaqo yo'q. O'sha yerda hujjati bor deb isbotlab beradigan dalil umuman hech narsa yo'q ularda. Mana hozir Ermak Siddiqov aytayapti, hujjatini ko'rsatsa ko'rsata olmaydi deydi. Boshqa bir joydagi nimani kadastr hujjatini ko'rsatyapti ular. Hozir ularning hujjatlari neda bormi? Kadastrga borsangiz ko'rsataman? Ko'rsatmaydi. Hech bironta hujjat ko'rmagansiz? Umuman ko'rmagan. Kompyuterni ham ko'rmagansiz? Yo'q. Qog'oz bormi? Ko'rsatmaydi, chiqargan deydi. Ha, yaxshi. Siz hozir soliq to'ladim dedingizda, soliq qachondan beri to'lab kelasiz? 17-yildan beri to'lab keldim. 26-yilning solig'ini to'ladingizmi? To'ladim uni. Shu 1,4 gektar. 1,4 gektar to'lab keldim. Антикоррупция. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 22-aprel 2026-yil. Hozir Ermak Siddiqov o'zi yaxshilab tushuntiradi. Men mikrofonni unga beraman. Mana marhamat Ermak aka. 2017-yil bu yerlar zaxira bo'lganda, zaxiradan 4 gektar yer maydoni ajratib bergan hakam tomonidan. Ya'ni Sulton Uvays boboni Munojat tog'ini atrofi. Munojat tog'ini atrofi. Sulton Uvays bobo ziyoratgohidan 5 kilometr ariyoqda turadi-da bizim, ya'ni zaxiradan berilgan joylar. Hakam qarori bilan ajratilgan. Bu hozir 2017-yil 1,4 gektar yer maydoni ajratilganda bu yerdan. Bu kadastr tiziminden ham o'tganda, hozir kadastr tiziminden o'tgan bunaki shuni bizlarga Uzcard tizimine o'tirib bermaga to'sqinlik bo'lib turibdi. Bizlar borib ariza yozib, darchadan yiberdik, ikkinchi berishimiz. Yibersak, bu yer nizoli bo'lganligi uchun deb Uzcarddan o'tirib bilmaymiz deydi. Bu narsaga misol uchun bizlarning yer ekanini bu yerga soliq to'lab keldimiz 2017-yildan beri. O'zgarishlik bilan bizlar shartnoma tuzib, bizlar bilan shartnoma tuzgan o'zgarishlik tapassum qilib bergan yerlarimizni. Endi shularning hamma hujjatlarimiz bor, qarorimiz bor, mana yerga bo'lgan ordenimiz bor. Yerga bo'lgan huquqni belgilovchi hujjatda bu menga. Bu ordeni, mana guvohnomasi, yana tag'in mana kadastr pasportlarimiz qachon bor, menga. Ular yana tag'in litsenziyalar ham berilgan, mana muddatsiz qilib, bu narsalarning bari hujjatlarimiz to'liq, mana davlatnomalarimiz bor. Şu vaqtda mana shu tashkilotlar bilan 18 odam qo'l qo'yib pechatib qo'yibdi. Bu narsalar bilan originallari
Buni arxitektura shu narsani bilan tasdiqlab qo'yibdi. Tuman arxitekturasidan menaki pechati bilan, mana bilan Sultonov Esbo bilan Murojaat tog'ining oralig'i aniq ko'rinib turibdi menaki. Ko'rdingizmi? Bu narsa mana bu yerda yozib qo'yibdi, tuman arxitekturasining mana original pechatlari. Bu ikkovining farqi mana bu yerda mana yozib qo'yibdi. Bu hujjatlar bor, shu hujjatlardan inobatga olmasdan hozirgi vaqtimda mana bu aktlarimiz bor mana. Bu narsa o'zgarishlardan berilganda bu. Mana qo'l qo'yib qo'yibdi, tasdiqlab qo'yibdi bu narsani. Mana yilon bor, bu da menaki hamma hujjatlar mana bu original degan bu narsasini aniqlik kiritib qo'yibdi. Bu mana arxitekturaning bu nizam bor, mana hujjati mana original pechat bu. Bu mana davlat xizmatlaridan beradigan guvohnomasi mana. Bu narsada mana Qizilqal'ofida joylashgan deb berib qo'yibdi. Lekin hozirgi vaqtimda bizlar borib Uzcarddan bir keyin planlar bilan buni tushirib menga aniq shu narsalarni mana netib berib qo'ydi. Bu o'zgarishlikning bergan mana sxemasi. Bu kartalarning mana koordinatlari, qaziqlarimiz bor narsa mana original nelari bilan berib qo'ydi. Mana buni o'zgarishlikning mana pechati, mana original nelari, koordinatlari, bari qaziqlari, tapas yo'nqisi shu narsalardan. Mana yer qurilishga bergan joyi, bu yoqlardan misol Uzcardga o'tib shu narsani nizoli yer sotda ko'rib turgan uchun biz Uzcardga o'tirib bera olmaymiz dedi. Bu yerlarni misol Uzcardga o'tirganda bu yerda ular hujjatlarni ko'rsatmaydi. Sultonov Esbaba Ziyoratgoh degida misol bunday hujjatlari, yerga bo'lgan huquq, territoriyasi ko'rsatilmagan. Biroq dedi üstüme tushibdi. Burun 2023-yil bizlar xat yozsak, üstüme tushmagan deb beradi dedi. Yerni berganmiz, 17-yil berganmiz degan hamma xatlari bor-da. Endi akşam borib Uzcardga o'tib bering deb yegana darchadan ariza bersak, üstüme tushgandan neni aytdilar-da, yani kadastr xabarlari bordi, ko'rdi. Bizlar dedi, bu burungi 17-yilgi yerimni bazadan chiqarib berin, shuni Uzcarddan o'tirib berin desam aytadi, 17-yilgini o'tira olmaymiz dedi. Boshqa yerga ko'chirib, boshqa yerga qaziq qilib, boshqa yerga o'tirib beramiz dedi. U shu yoqqa tushmayapti bu narsani. Misol uchun 17-yilgi bilan 26-yilgi baza bir bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtdan beri nalogini to'lab ketgan, shu narsani bizga yuzaga chiqarib berish kerak-da. Hozir aytadi, bu yerda üstüme tushganligi uchun boshqa yerga ko'chiramiz deb turgandan keyin bu yerda bir sir yashirilib turibdi. Ermaka qarang, O'zgashneti degan bu qanday tashkilot bu? Bu tapasyon qilib, qaziq qag'ib, nelarni belgilab beradi tashkilot ekanda, bu addinni o'zine shartnoma tuzib pul o'tirdik-da. Ya'ni sizga ajratilgan yerni koordinatalari bilan shimoli, g'arbi, qayerda joylashganini lokatsiyasini aniq belgilab beradi. Sizning aytingiz bo'yicha hozir dastlabki bergan arxitekturani bergan hujjati bilan O'zgashnetining hujjati hozir bir narsa-ku ikkisang. Ikkisi bir manzilda joylashgan. Siz shularga tayanib endi qarang. Bundan oldin siz murojaat qilgansiz, hokimga yer so'rab. Hokimning qarorini ko'rdik hozir. Hokimning qarori. 4 gektar sizga yer ajratilgan. Hokimning qarori bugungi kunda kuchindami bu? Kuchunda deb berib qo'ydi. Yani asliga to'g'ri original qaror edi. Bu bekor bo'lmagan bo'lsa, bunga asosan qilingan hujjatlaringiz hammasi lokatsiyasi bilan to'g'ri bo'lsa, siz endi darchadan nega murojaat qildingiz, kadastr Uzcardga o'tish bo'yicha yangi tizim, ya'ni kadastr hujjatlarini hozir hammamiz bilamiz, yangilab turibdilar. Shuni Uzcard tizimidan o'tkazib turibdilar. Sababi yerlarni aniq hisob-kitobini chiqarish kerak-da baribir. Shunday muammo bo'lmasin uchun. Bular rasmiy javob berdimi sizga? Javob bermadi. Ya yerimni ko'rsatib bermaydi. Og'zaki ko'rang. Og'zaki. Bizlar bir narsa qurajak bo'lsak, Sultonov Esbobadan yegan Mehmet degan boradi-da, buxgalteri. Bu uylarga qurmanglar. Bu uylar Sultonboniga yer edi. Hujjatingizni akilingizda hujjat bilan da ko'rgazmaydi. Og'zaki boradi-da, to'xtatadi bo'lgani. Bu kim adam? Buxgalter bo'lsa, boshqa faoliyat yo'qmi? Boshqa yerda ishlamaymi? Boshqa yerda ishlamaydi. Oldin qayerda ishlagan? Burun arxitekturada ishlagan.
Bu yanagi bizlar yer amasdan arxitekturada ishlab, bundan Sizning yeringizga girib egallik qiladi, to'sqinlik qiladi harakatlaringizda shunday. Qurilish projekt qilsangiz to'xtatadi. to'sqinlik edadi-da, bizlarning yerimiz. Lekin vakolat yo'q undan. Vakolat bormi yo? Vakolat yo'q, mollaning vakolati yo'q, yer misol uchun olishga, madaniy meros bo'lsa, barsa bo'ladi. Bu yerda madaniy meros boshqa narsa yo'q-da. Yaxshi, qarang endi. Keyin hozir siz hozir darcha orqali kadastrga murojaat qilgan bo'lsangiz, kadastrdan sizga rasmiy javob bo'lmadi alang. Yo'q, bo'lmadi. Uyrenyapti deydi. Necha yil bo'ldi uni? Endi murojaatingizga? 23-yildan beri yozamiz. Yo, Uzcard tizimini o'tkazish bo'yicha. Uzcard o'tirish uchun hozir mana 1 oydan o'tdi-da. 1 oydan o'tdi, javob yo'q. Javob yo'q. Tunagan barlar bizlar borganda aytgani, yangi bir qiz bor ekan shu yerda. Shu yerga borsak aytdi, sotda ko'rib turgan zatni Uzcard tizimine o'tira olmaymiz deydi. Bu hujjatlarimiz uchun sotda turgan yo'q. Bizlar ularning Sotda siz kim bilan sotlashdingiz? Sultonovaspova ziyoratgoh bilan. Sizmi? Aha, sot tugadimi? Yo'q, sud tugamadi. Jinoyat alamati bor deb prokuraturaga o'tib qo'ydi-da ishda. Sot ishni prokuraturaga qaytarding. Yo'q. Jinoyat alamati qayerda bor ekan? Qaysi harakatlar, kimning harakati? Sizning harakatingizda bormi jinoyat alamati? Yo'q, bizning harakatimizda yo'q. Kimnikida bor ekan? Sot belgilab berdimi? Babaning ishlagan niyasi adamlar uchun ularda bu hujjatdan birov yurtdi. Yana bir 3 hujjat borda, mana tapasyonkadan. Yalgan tapasyonka var, bunun beyaqatsizligini var. Şu narsani bular netolmay turibdilar-da. Jinoyatni shuni kim sodir qilgan bo'ldi? Bu hujjatlarni tayyorlagan xodim shaxslar bo'ladimi yoki sizlardami? Sotning hozir ajrimdan nima olib yozib qo'ydi? Endi bu arxitekturadan bo'ladi-da, bu kadastr arxitektura shulardan bo'ladi. Ya'ni hujjat tayyorlagan odamlarni o'rganish kerak-ku endi ular. Ava, shular bu o'rganishganda, misol uchun bular kadastr xodimlari men 17-yil berilgan bo'lsa, nalog to'lagandan keyin shu yerga misol shuncha hujjatlarni original bergandan keyin bazada turish kerak demanda, misol bazadagi zotni o'tirib berish kerak. Hozir siz aytib turgan nayingiz borku bu ikkinchi taraf kim edi? Sultonovaspova. Ularning hujjatlari neda bormi? Kadastrga borsangiz ko'rsataman? Ko'rsatmaydi. Hech bironta hujjat ko'rmagansiz? Umuman ko'rmadim. Kompyuterni ham ko'rmagansiz? Yo'q, Qog'oz ko'rsatmaydi, chiqarib ham bermaydi. Ha, yaxshi. Siz hozir soliq to'ladim dedingizda, soliq qachondan beri to'lab kelasiz? 17-yildan beri to'lab keldim. 26-yilning solig'ini to'ladingizmi? To'ladim uni. Shu 1.4 gektara. 1.4 gektara to'lab keldim. Soliq to'lab o'tirganmizda, demak davlat yerini topmaydi. Tadbirkor yo'q, qarang. soliq to'lab o'tiribdi. 1.4 gektar yeri borligini davlatdan olgandan keyin soliq hisoblab o'tiribdi-da. Soliq shunday. Inspeksiyamiz ham hozir kadastrimiz progressiv bo'lib ketdi, soliqqa shunda bo'ldi-da. Demak, integratsiyasi bor ularning. Kadastrda bor gektar sotiklar soliq bilan integratsiya qilgandan keyin sizga soliq hisoblanadi. Endi bizlar ham tadbirkorimiz, qonunchiligimiz ham shuningdek. Demak, sizga 1.4 gektar borib turgan bo'lsa, 1.4 gektar yeringiz qonuniy 2017dan yana sizda bor. Hokimning qarori bor. Barcha davlat tashkilotlarining akidlanishi bor ekan, davlatnomalarida. Endi uni nimaga tan olmay o'tiribdilar bilmayman lekin. Shuni aytaman. Bu yerda byurokratiya bo'lib turibdi. Bu ruxsat berasizmi shu mikrofonni? Hurmatli kuzatuvchilar, ko'ryapsizlar, mana murojaatchini gaplarini eshitdilaringiz, men o'zimning qo'shimchalarimni qilib o'taman. Mana yer mavjud, 1.4, to'g'rimi? 1.4 gektar yer mavjud. Bu borligini davlatdan tan olyapti va tadbirkor bu bo'yicha soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelyapti. 17-yildan beri. To'g'ri. Endi bu yerda biz asosan o'zi korrupsiya temasini yoritadigan ommaviy axborot vositasi turiga kiramiz. Tadbirkor haligacha hujjatini mana Uzcard tizimidan o'tkaza olmayapti. Endi qariyb 10 yilga yaqin vaqt o'tyapti-da orada. Lekin o'tkaza olmayapti. Sababi u joyda Munocat tog'ining atrofida ziyoratchilar ko'p tashrif buyuradigan bir tepalik bor. U yerda o'sha imomlar o'zini qutisini qo'yib olib, Qur'on tilovat qilib o'tirishadi, o'sha joyda toqqa chiqib tushishadi. Asosan Xorazm viloyatidan keladi. Bir kunda qariyb necha kishi keladi yerga?
1000 ko'p keladi. O'rtacha 1000dan oshiq fuqarolar keladi, tashrif buyuradi. U yerga kelgan odam 2000, 3000, 5000, 10000 so'm pul tashlaydi. O'sha yerda o'sha tepalikning atrofi Yermak Siddiqov hujjatlashtirib o'sha 10 yildan beri o'ziga ololmayotgan joy shu hudud hisoblanadi. Bu hududni o'sha Sulton Uvays bobodagi diniy xodimlar keladida meni yerim deydi. Vaholanki hujjati mutlaqo yo'q ularni, mutlaqo yo'q. O'sha yerda hujjati bor deb isbotlab beradigan dalil umuman hech narsa yo'q ularda. Mana hozir Yermak Siddiqov aytayapti, hujjatini ko'rsatsa ko'rsata olmaydi dedi. Boshqa bir joydagi nimani kadastr hujjatini ko'rsatyapti ular. Hozir raqamlar men esimdan chiqib ketdi. Boshqa bir joydagi kadastr hujjatini ko'rsatyapti. Lekin u kadastr hujjatini territoriyasi boshqa joyda. Keyin buni qo'shib oldik biz bunga Munojot tog'idagi joyni deb shunaqa deb ko'rsatyapti. Ikkitasini qo'shib, buni yarim bu yoqda, yarimi bu yoqda deb ko'rsatyapti. U mutlaqo qonunchiligimizga ham, boshqa umuman tartib qoidalarga ham zidda bu narsa. Tadbirkor sarson. Endi bu yerda tumanda janob hokim bor, tuman prokurori bor, umuman sud bor, umuman davlat bor-da. Davlatning funksiyasi nima bu yerda? Tadbirkor bilan o'sha nodavlat notijorat tashkiloti Sulton Uvays bobo ziyoratgohidagi tashkilot, nodavlat notijorat tashkiloti, to'g'rimi? To'g'ri. Bu tadbirkor shularning o'rtasidagi nizoni, tortishuvni bir kun emas, 1 yil emas, 5 yil emas, 10 yil emas, undan ham oshyapti. Nimaga u davlat tizimi o'zini funksiyasini mana shu yerda chiqib bajara olmaydiki, ikkita nimaga tomonga sani yering mana deb ko'rsata olmaydi. Umuman u Sulton Uvays boboni yeri borligi haqida kadastr hujjat mavjud emas u yerda. To'ppa-to'g'ri. Kadastr hujjati yo'q ular. Lekin buni hujjatini rasmiylashtirishga yo'l bermaydi. Bu u yerda meni endi shubhalarimni aytaman-da. Shu katta pul tushadi u yerga. Endi 1000 ta odam kelsa, bilmadim qancha pul tushadi bir kunda. Endi ko'p odam keladi-da. Bu pul tushadi, boshqa bo'ladi. Agar tadbirkor bu yerni o'zi qonuniylashtirib olsa, keyin bu Sulton Uvays bobodagi diniy xodimlar ularning nomini ham bilmayman, ismini ham, lavozimlarini ham bilmayman. Tadbirkor bilan o'rtasida ziddiyat kelib chiqishidan xavfsirab, vaholanki siz uni Munojot tog'ining ustiga chiqib olib turib imomga pretenziya qilmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Sizning yeringiz pastda, to'g'rimi? Bular chiqib o'rtasida ziddiyat kelib chiqishidan xavfsirab, bunga yerni rasmiylashtirishda byurokratik to'siqlarni sun'iy ravishda tashkil qilyapti. Bu aniq. Bu yerda pulni ustida jang ketyapti, pulni ustida. Katta pul bor bu yerda. Lekin buni kimlar undan naf ko'rib o'tiribdi? Bu narsalarni mana maxsus xizmatlar bor, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bor, prokuratura bor, hokimiyat bor. Bu odamlar baribir adolatni qaror toptirish kerak, sud bor. Tadbirkorning faoliyatini noldan boshlab hozirgi kungacha sarson bo'lib yurgan masalasini detalli o'rganib chiqish kerak. Narigi tomonga ham hujjatlarni to'liq o'rganib chiqib, bir ishchi guruh tashkil qilib bu narsaga chek qo'yish kerak. Misol uchun 1 gektar 400 sotik bo'ladimi? 1 gektar 40 sotik. Yo'q, 1 gektar 40 sotik joyini 1 gektar 40 sotik joyini solig'ini olib o'tirgan davlat uni qayerdaligini ko'rsatib berish kerak emasmi? To'g'ri aytasiz. 1 gektar 4 ni ko'rsatib berish kerak. Mana sen Yermak Siddiqov menga soliq to'lading, bu sening yering mana bu joyda deb ko'rsatish kerak emasmi? Nimaga bu hamma o'zini olib qochaveradi? Va bu Berunining kadastri umuman bir tushunib bo'lmaydigan bir tashkilotga aylanyapti.
Bir konkretni gapni aytish yo'q. Qachon qarasang shu olib qochaveradi o'zini, olib qochaveradi. Konkretni chiqib, misol uchun matbuot anjumani qilmani shu masala bo'yicha hamma jurnalist blogerlar borsin. Chiqib turib hamma oldida gapirchi. Mana u sabab deb gapir. Nimaga qochasan? Kamera olmasa qochib ketadi. Bunaqa bo'lish kerak emas-da. Hokimlik chiqsin, o'sha masalaga chiqsin, prokuror chiqsin, gapirsin uni. Tadbirkor o'tirsin, tadbirkorlar o'tirsin, blogerlar o'tirsin, jurnalistlar o'tirsin. Gapirsin uni konkretni. Butun xalq bilsin nima bo'layotganini. Qaysi qonunni, qaysi bandiga asosan bu yildan beri yerini UZCARD tizimidan o'tkaza olmay sarson bo'lib yuribdi. Isbotlab bersin, asoslar bersin. Hech qanaqa muammo yo'q. To'g'ri emasmi Muzaffar aka? To'g'ri. Hozir yana qarang. Shu yerda yashik bor dedingiz-ku, ya'ni diniy idoraning yashiki. U yashikni sizga ziyoni xalaqit beradimi? Qandaydir? Yo'q, men ishingizga bilmaydi. O narsani endi shu narsa ko'rinib qoladi yerda. Turistlar keladi bu yerga. Shu vaqtda sirtdan odamlar kelsa, bularning urug'lari ko'rinib qoladi. Yashikni qattandan pul qo'yib, pul ishlikda yashik yovib qo'yibdi. U yerimizda hisobsiz pulda. Shuning uchun men turist yaklama u yerga qarularni quraman. Ya'ni siz yashikni ol degan gap aytmadingiz. Yo'q, aytmadim. Sizga uni og'ir yengili yo'q. Yashik turami, olami, uni kim, qanday maqsadda foydalanadi sizga qiziqi yo'q. Yo'q, qiziq yo'q. Siz ishingiz boshqa. Bizning ishim pasında, tog'ning pasında. Yani o'tovlarni qurib, bir tuya ustlarni qo'yib, shunday rivojlantiruvda bizlarga turizm. Otda sayr qildirasiz, tuyada sayr qildirasiz, rasmga tushishadi. Shularni odamlarni jalb etish bizlarning. Qayta bu yerga Sulton Oysbaba odam ko'p keladi bularga-da, agar bu yerlarni rivojlantirib, o'tovlarni qurib, sharoit yaratib, hali shu kunga to'g'am o'tib bermay qo'yibdi, nima desang nizoli yer deydi. Asfaltdan netmay qo'yibdi, aytsam nizoli yer deydi. Sulton Oysbabani nizo o'tiribdi. Hozir Sulton Oysbabani bugungi kundagi hozir chegarasi bor-ku, yana biz biladigan chegaradan sizni aytib turgan tadbirkorlik nuqtangizgacha qancha masofa bor edi? 4-5 kilometr arasi. Ziyoratgoh bilan tog'ning araligi bizlarda. Sizning tadbirkorlik nuqtangiz bilan hozir ziyoratgohning orasi 4-5 kilometr. O tutash hududmi deb o'tirmadim men. Yo'q, tutash emas u. Tutash emas. Qarang, bu tomonniki 603 mi? Bu narigi o'zining bilamlaysiz. Ziyoratgoh. Ziyoratgohniki 9 gektar deb qo'yibdi. Lekin undan 1.8 yana qaytarib olganda u hozir 9 gektar kadastr. Yo'q, Muloqot tog'ning atrofini qaytadan qo'shganda narigi pasportga. Ikkita joyda u yer. Lekin pasport bitta. Tushunyapsizmi? Pasport bitta, yer ikkita joyda. Muloqot tog'i guvohligi yo'qda ularning. U qabriston kengaysa ertaga sizni yeringizga daxl qiladimi? Shunday zarurati bormi? 4-5 kilometr bo'lsa u boshqa joyda ekanda u. Boshqa joy. U bilmadim u ziyoratgoh nima sababdan to'sqinlik qildi? Qabriston kengaysa ham bormaydi baribir. Yashikga turaversin deb tursiz. Yo'q ularga men sizga og'iri yo'q yashikni. Ularni to'sqinlik qilishini sababini ham tushunmay qoldik. Shuni aytaman, asossiz to'sqinlik qiladilar-da misol uchun. Eng og'irida mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organlar ko'rib, bilib turib jimjitda. Buni bir tomonga yechib berish kerak-da. Yechib berish kerak-da. Nima uchun davlat? Bo'lmasa samasut qilib bir-birini haligi avtomatlar bilan borib bir-biriga yoki miltiq pichoqda borib turib shunaqa qilib razbor bo'lib hal bo'ladimi bo'lsa? Davlat roli qani bu yerda misol uchun ikkala tomon yerning ustma ust tushyapti deydi. Ustma ust. Menda shunaqa zapis bor hozir ustma ust tushyapti deb kadastr palatasining vakili sizga gapirgan, to'g'rimi? Men uni antikorrupsiya Telegram kanalidan e'lon qilganman shu joyda. Ustma ust tushibdi deb gapirgan. Shuna qiziq bo'ladi, ustma tushdi degan narsaga biz ham tushunmayapti. Shu qalay tushiradi uni, o'zlarining nisi bu deganda. Shu vaqtda ustma tushmagan degan xatlar bor. Endi oqshom kuni ustma tushgan debdi. Bu ustma tushishi men mutaxassis emasman, arxitektor emasman, boshqa emasman, lekin oddiy fuqaro uchun ham bu qiziq savol bo'ladi-da bu. Misol uchun qarang, oliy ma'lumotli mutaxassis qanday qilib ikki hujjatni ustma tushish mumkin?
birinchi bu hujjatni olgan, keyin narigilar aytgan, to'xta bizga berasan buni deb olib, mana hozir talash bo'lyapti-da bu narsa. Ularga ham hujjat qilib berilgan shu joyga, bularga ham. Lekin ularda guvohnomalari yo'q, hech narsasi yo'q. Boshqa bir kadastr raqamini ko'rsatyapti-da shu, mana shu joy bizniki deb. Keyin buni sxemasini tagidagi imzolarini o'zgartirib, o'ziga moslab olib, buni hujjatlarini o'ziga nima qilib olyapti-da? Soxtalashtirib olib, tash hujjatlarimi? Buni iqtisodiy sud ham o'zini xususiy ajram chiqarib berdi. Bu hujjatlar dedi soxtalashtirilganligi haqida shubhamiz bor. Prokuratura o'rgansin deb nimani xususiy ajrim ham chiqarib berib qo'ydi. Ularni soxtalashtirganligi bo'yicha. Sababi ularning kadastr hujjat, bir ikkita kadastr hujjati bor. 0018 oxir raqami tugaydi. Bazaga kirsang unday hujjat mavjud emas deb chiqadi. Shunaqa narsalar bor-da uyda. Shunda biz hozir kadastrga, arxitekturaga qanday ishonishimiz mumkin? Ertaga bizning uylarimiz ham 1-2 yildan keyin boshqa birlarniki bo'lib chiqishi mumkin ekan-da. Shu ham bizlar ham hayronlanadi bizda. Shunday bo'lishi mumkin-da. Bizlar shu davlat qanday ishonasiz? Qoraqalpog'istondan ham nimadan kelishdi, kadastrdan. Shu yoqdan bir 10-15 kishi bo'lib keldi. İşçi guruh dedi. Ne işçi guruhning tuzilganligi haqida buyruq bor. Ne o işçi guruhni ishlash, misol uchun grafiki bor. İş grafiki. Misol uchun soat palondan palongacha ishlash vaqtida rejasi. Keyin ne bir u işçi guruhni ishlash uchun yuklatilgan vazifalar bor. Misol uchun palon vazifalarni bajarish kerak deb muddatlar qo'yilgan, hech qanaqa grafik yo'q. U ishchi guruhning sostavi yo'q, lekin bor. Ketdik deganda 10-15 odam yig'ilib kelyapti. Men savol beryapman, qochyapman masalan qo'taga. Keyin qani bu, kimniki bu? Bu yer bunikimi yoki Sultonvoyez bova nodavlat notijorat tashkilotinikimi desa, mana bu sxema bor dedi. Mana bu sxema bor, mana bu sxema bor, mana 4 ta sxema bor. 4 ta mı nechta ko'rsatdi? 5 ta ko'rsatdi. 5 ta ko'rsatdi. 5 ta sxema bor. Biz ham shuni aniqlamoqchimiz dedi. Ya sen bizdan so'rab aniqlama uni. Sen qonunni varaqlab unaqa tashkilotsan. Hamma keldi shu yerga. Va o chaqirani Sultonvoyez bobolarga, haligi imomlarni o'zicha hujjat to'plab olganlarni. Chaqir, mutaxassisdan chaqir kerak bo'lsa, o'zgashitilni chaqir. Nimaga o'zgashitil kelmadi o'sha yerda? Kelmagan. Hech kim yo'q, o'zlaricha kelib, bunga seni hujjating qani, seni bu qani bu deb bunga nima qilyapti anu? Kamchilik izlayapti bundan-da tadbirkorlar. Ish qilib kattalar buni orqasida o'tiribdi degan shubham bor. Bu yerda korrupsiya, bunaqa cho'lashib ketgan korrupsiya bor degan shubham bor. Shu shubhalarni nafaqat menda, butun xalqimizda ham shunaqa shubhalar yuribdi. Kimni so'rasang shunaqa deydi. Bularni har xil gaplar urchib, bunaqa mishmishlar ko'payib ketmasligi uchun joylardagi tegishli tashkilotlar, kadastr palatasi, kadastr agentligi, prokuratura, hokimlik va hokazo. Mana shu nodavlat notijorat tashkiloti, mana tadbirkor ishtirokida bu narsani oxirgi zarbani berib, bu yer buniki, mana bu yerga to'lab o'tiribsan deb konkretni bertirib uradigan mard rahbar kerak-da, mard. Beruniyda bormikin shunaqa odam? Bormikin shunaqa odam Beruniyda? Любой masalani ko'rib, hujjatini olib, tekshirib, xulosasini chiqarib, yuridik xulosalarni chiqarib, konkretni rasmiy javoblarni beradigan ko'kragini urib turgan tashkilot bormikin shu yerda? Nimaga qochaveradi bu narsadan? Men hayron qolaman-da. Nimaga oylik o'tirib bo'lmasa shu tashkilotlar shu yerda? Shu narsani hal qilib bermas ekan. Qachongacha cho'zilib boradi? Yana necha yil cho'ziladi? Men bunaqa narsadan juda ko'pchilikni ko'ryapman. Endi bitta hurmatli tuman hokimi, shu tumanda o'tiribsiz. Bir tadbirkorni chaqirib, uni chaqirib, bir o'rtasida o'tirib, bir mutaxassisdan chaqirib, bir ozgina vaqt ajrating, baraka topib, xalq sizga ishonib, tumanimiz hokimi deb o'tiribdi-ku.
Ki shug'ullanmaysizmi bunaqa? Chiqib bir efir qilib yoki ana matbuot xizmatingiz bilan brifing qilib mana shu masala bo'yicha bir ishlab bir chekka bu temani yopmaysizmi bir? Bu yurakda o'tam bo'lish kerak ozgina. Bir narsani hal qilib, bitta masala muammoni chekkaga surib keyingisini shunday qilib sekin tartibga tushib ketadi-yu. Hurmatli Berun tuman hokimi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'shimchalaringiz bormi? Bo'lgan shulardan shu yangi bu narsani bir ko'rib chiqsa Açasizmi, gaplaringiz bormi? Shu Uzcardda maqsad Uzcarddan o'tirish kerak sizda. Maqsad Uzcarddan o'tirish kerak. Bu imzoli yerimni aniqlashim kerak. Shu yerga Yeringiz aniq-ku. Aniq emasmi ya? Yo'q, hozir qilib bergan ular qog'ozlarda turibdi. Yerni chiqarib bermaydi bazadan. Lokatsiya bo'yicha opozitlar bo'yicha yeringiz qayerdaligini bilasiz-ku? Bilaman. Qog'ozlarni ham turibdi. Shuni Uzcarddan o'tirsangiz bo'ldi. Sizning muammongiz shu. Boshqa ayting. muammom yo'q. Uzcardga o'tirsak Nima qog'ozlarimiz bor, ular boshqa yerda ko'rgazadi. Bizlar misol uchun 17-yil qaziqlarimizni ko'rgazamiz. Bir nega o'tirmaydi bularda bular. Bir narsa deb qolsam rizolik. Endi Hurmatli kuzatuvchilar, o'zi blogosfera, blogerlar o'zi nima uchun paydo bo'ladi-da bular? Nima uchun yuribdi o'zi? Nima uchun bu soha hozirgi kunda haqiqatan juda bir dolzarb bo'lib qoldi. Sababi mana shu joylardagi rahbarlar o'zini mas'uliyatini talab darajasida bajarmaydi-da. Shuni oqibatda blogerlar paydo bo'ladi-da. O'zi bu efirlar bo'lish kerak emas aslida. Agar misol uchun tuman hokimi bo'layotgan muammolarni sidqidildan o'rgansa, sidqidildan o'rganib, shu tashkilotlar bilan birgalikda shu muammoni ustida turib birgalikda adolatni qaror toptirsa, bu bloger degan nima keragi bor o'zi? Nima keragi bor? Bu efirga chiqarib buni aytib, axir prezidentimiz Shavkat Miromonovich davlat rahbari bo'lgandan keyin hokim mening vakilim joylardagi deb aytdi-ku. Hokim demak prezidentning vakili ekan. Endi qo'pol qilib aytsa ham prezident vakili bo'lgandan keyin joylardagi masalani hal qilish kerak-da prezidentga o'xshab. Nima uchun tadbirkor prezidentga efir orqali chiqish kerak? Janob prezident, hurmatli prezident, menga yordam bering. Men mana huquqlarim poymol bo'lyapti deb. Nima uchun chiqish kerak? Nima uchun hokim joyida ishlash kerak emas? Nima uchun ana shu har bitta tashkilotni mana u bir-biri bilan muvofiqlashtirib turish kerak faoliyatini. To'g'ri kelmagan joylarni qonunga moslab, ziddiyatlarni kamaytirib, qonun asosida chora ko'rib, tushunmaganni prokuratura bor, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bor, sudlar bor, shular orqali mantiqiy yakuniga yetkazish kerak-ku. Hokimning roli nimada boshqa? Agar shu ziddiyatlarni nima desam ekan, chek qo'ya olmasa, bularni hal qilib bir konkret bir to'xtamga kela olmasa, nima uchun hokimman deb o'tirish kerak edi? O'zi nima ish qiladi biz hokimlarimiz? U yosh bolaning ishi u, chaqirib qaysi murojaat tushsa, shu rahbarni chaqirib turib, bor deb uchrashtirib shuni jo'natib yuborish u ish emas-da u. Prezidentimizning vakili bo'lganingizdan keyin kerak bo'lsa borib o'sha joyida ikkala tomonni qo'yib, barcha vakillarni olib borib, kadastrimi, boshqasimi, gashitinimi, prokurormi, boshqasini hammasini olib borib turib, joyida ko'rilmaydimi bu narsalar? Hamma masalalar shunaqa ko'rdiyotganim yo'q. 10 yillar, 5 yillar cho'zilib yurgan masala bo'lsa, shuni ko'rish kerak hech bo'lmasa.
Prezident vakili bo'lgandan keyin ishlash kerak-ku, prezident vakiliga loyiq bo'lib ishlash kerak-ku odam. Bitta uskatda o'tkaza olmayapti tadbirkor. Hamma sen solarga men solar. Hozir mana shu efir chiqsam, yana bitta joyga bir oddiygina bir haligi rasmiy munosabat deydi, o'rganilyapti, o'rganish boshlandi deydi. Bo'ldi, shu bilan tugadi. Hech qanaqa hammani uning esidan chiqib ketadi. Ishlamaydi. Tizim ishlamayapti. Davlat nima uchun kerak? Davlat mana shu adolatli qaror toptirishi, fuqarolarimiz farovonligi, yurtni ravnaqi uchun kerak. O'zi sen davlatni biz xalq saylab qo'yibmiz-ku hammalaringizni. Xalqqa xizmat qilishlaring kerak. Sizlar hokimsizlar-da. Hokimsizlar, sizlar oldlaringizga ham borib bo'lmaydi. Gaplashib ham bo'lmaydi. Murojaat ham qilib bo'lmaydi. Shu darajaga borib qo'ygansizlar. Bo'ladi murojaat qilib, lekin bir qandaydir haligi dilakdorlikki bo'ladi-da hammasi. Bo'ldi aytib qo'yaman, qilib qo'yishadi, topshirma beraman degan narsalar bilan dejurniy otvetlar bilan cheklanib qolyapsizlar-da. Prezident vakiliga xos ish qilinglar-da. Hurmatli Beruniy tumani hokimi. Prezident vakili bo'lishga loyiq xatti-harakatlar qilinglar, biz qarsak bilan sizlarni olqishlaylik. Blogerlar. Bloger nima keragi bor? Aslida sizlar to'g'ri, butun hamma tashkilot to'g'ri ishlasa, blogerning keragi yo'q. Aytishga majbur bo'lyapmiz bu murojaatchilarning gapini. Men sizni izlab borganim yo'q, to'g'rimi? O'zingiz kelyapsiz, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi, hurmatli Beruniy tuman hokimi? Tadbirkor meni oldimga o'zi izlab kelyapti. Men uni chaqirganim yo'q. Agar siz o'sha yerda munosib xatti-harakatlar qilganingizda tadbirkorga va boshqa ikkinchi tomonga bular efirga chiqib bu narsalarni tanqidiy tahlillarini butun jamoat O'zbekistonga veshaniya qilib turib chiqarib berish shart emas edi. Ishlagan marhamat. Bir uskatda o'tkazadigan narsani ham chiqarib shu efirga chiqarish shartmi? Nimaga tizim ishlamayapti? Hozir uni sudga berasan, sud yana bir joyga apellyatsiya deydi, kassatsiya deydi, yana dalish ketaveradi mana shunaqa. Aylanib yuraveradi bu masala. Yillab yuradi mana shunaqa. O'zini oqlaydi u, keyin yana boshqa joyga murojaat qiladi, yuraveradi mana shunaqa. Qachongacha bo'ladi bunaqa narsalar? Qachon tizimli ishlaymiz? E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Антикоррупция.